Mavzu SQL'da triggerlar yaratish. Trigger bu to'g'ridan-to'g'ri chaqirilmaydigan, ammo ma'lum bir hodisa ro'y berganda qatorni qo'shish, o'chirish, yangilash kabi bajariladigan saqlanadigan protsedura. MySQL'da triggerlarni qo'llab-quvvatlash 5.0.2 versiyasidan boshlangan. MySQL insert, update yoki delete hodisalarga javoban chaqiriladigan triggerlarni qo'llab-quvvatlaydi. SQL standarti triggerlarning ikki turini belgilaydi: satr darajasidagi triggerlar va bayonot darajasidagi triggerlar. Kiritilgan, yangilangan yoki o'chirilgan har bir satr uchun satr darajasidagi trigger faollashtiriladi. Masalan, jadvalda 100 ta qator kiritilsa, yangilangan yoki o'chirilgan bo'lsa, ishlatilgan 100 ta satr uchun trigger avtomatik ravishda 100 marta chaqiriladi. Bayonot darajasidagi trigger qancha qator kiritilishidan, yangilanganidan yoki o'chirilishidan qat'iy nazar har bir operatsiya uchun bir marta bajariladi. MySQL'da faqat qator darajasidagi triggerlar qo'llab-quvvatlanadi. Bu bayonot darajasidagi triggerlarni qo'llab-quvvatlamaydi. Bu yerda triggerlarni ishlatilishiga chizma keltirilgan. Insert operator uchun trigger, biror bir jadval uchun update yoki delete amallari bajarilganda jadval uchun trigger yaratishimiz mumkin. Triggerlar asosan o'zgarish yoki xatoliklarni kuzatish uchun ishlatiladi. Masalan, jadvaldagi qiymatlar o'zgartirilganda uni saqlab qo'yishimiz mumkin. Bu log yozish deb aytiladi. Trigger yaratish uchun sintaksis: create trigger kalit so'zlardan so'ng trigger nomi, before va after dan so'ng insert, update yoki delete hodisalardan birini ko'rsatamiz. On kalit so'zidan so'ng jadval nomi, for each row kalit so'zlaridan so'ng trigger tanasini yozamiz. Bu yerda birinchidan create trigger kalit so'zlaridan keyin yaratmoqchi bo'lgan trigger nomini ko'rsatamiz. Trigger nomi ma'lumotlar bazasida noyob bo'lishi kerakligini unutmang. Keyin triggerning har bir satr o'zgartirilishidan oldin yoki keyin chaqirilishini ko'rsatadigan before yoki after bo'lishi mumkin bo'lgan ishga tushish vaqtini belgilaymiz. Keyin triggerni faollashtiradigan insert, update yoki delete bo'lishi mumkin bo'lgan amalni ko'rsating. Shundan so'ng on kalit so'zdan keyin trigger tegishli bo'lgan jadval nomini ko'rsating. Va nihoyat trigger faollashganda bajariladigan bayonotni ko'rsatamiz. Agar siz bir nechta bayonotlarni bajarishni xohlasangiz, begin end birikmasidan foydalaning. Triggerlarni, yaratilgan triggerlarni chiqarish uchun sintaksis show triggers kalit so'zlardan foydalanamiz. Triggerni o'chirish uchun drop trigger operatorlaridan foydalanamiz. Sintaksi quyidagicha: before va after ishlaganda ustunlar qiymatini farqlash uchun siz new va old modifikatorlardan foydalanishingiz mumkin. Masalan, agar siz description ustunini yangilasangiz, trigger tanasida old description yangilanishidan oldin va new description yangi qiymatidan oldin ustunning qiymatini beradi. Quyidagi jadvalda old va new modifikatorlarning turli amallar uchun mavjud yoki yo'qligi berilgan. Insert operatori uchun old, ya'ni avvalgi qiymatni olish yo'q, new yangi qiymat olish bor. Update uchun ikkalasi ham bor, avvalgi va keyingi qiymatlarni ham olishimiz mumkin. Delete uchun avvalgi qiymatini olishimiz mumkin,
yangi qiymatini olib bo'lmaydi. Misol, employees jadvali uchun o'zgarishlarni log qilishni ko'rsak, yangi jadval yaratamiz. Employees audit deb nomlangan. Bu yerda ID, xodimning raqami, ya'ni ID'si, xodimning familiyasi, o'zgarish sanasi va o'zgarish turini, ustunlarini kiritamiz. Yangilanishlarni qayd etish uchun before update triggerini yaratamiz. Create trigger kala so'zlaridan so'ng trigger nomini beramiz. Before employee update, xodimning ma'lumoti yangilanishidan oldin. Before update, demak, yangilanishdan oldin bajariladigan trigger yaratamiz. On kala so'zdan so'ng jadval nomi, for each row kala so'zlaridan so'ng insert amalini bajaramiz, ya'ni log yozadigan jadvalga ma'lumot qo'shamiz. Amal nomi turi yangilanish bo'lgani uchun update deb kiritamiz. O'zgartirilayotgan xodimning ID'si, raqami, oldingi qiymatini olamiz. Familiyaning ham avvalgi o'zgartirilmagan qiymatini saqlaymiz. O'zgarish sanasini esa hozir deb now funksiyasi yordamida yozib qo'yamiz. Endi jadvalni o'zgartirib ko'ramiz. Familiyasi fan bo'lgan xodimni, ya'ni raqami 1056 bo'lgan xodimning familiyasini fonga o'zgartiramiz. Endi employees audit jadvalini ko'radigan bo'lsak, bu yerda natija shunday bo'ldi. Bu xodimning avvalgi familiyasi Patterson edi. O'zgarishdan oldin shu saqlanib qoldi. Raqam 1056 edi. O'zgarish sanasi ham berilgan.
Xodimlar jadvalidagi o'zgarishlarni saqlab borish uchun jadval yaratamiz. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek endi trigger yaratamiz. Xodimlar jadvalidagi ma'lumotlarning o'zgarishiga bu yerda before update, ya'ni yangilanishdan oldin bajariladigan trigger yaratamiz xodimlar jadvali uchun. Trigger muvaffaqiyatli yaratildi. Show triggers sintaksi yordamida yaratilgan triggerlarni ko'rishingiz mumkin. yoki PHPMyAdmin'da triggeri bölümünden ham ko'rish mumkin. Xodimlar jadvalida yangilanish amalini
yangilashamani bajarib ko'ramiz. Endi employees log, ya'ni log yozadigan jadvalni tekshiradigan bo'lsak, bu yerda o'zgarish qayd etildi. Triggerlarni turli xil xatoliklarni tekshirish yoki ma'lumotlarni to'g'riligini tekshirish yoki o'zgartirish uchun ham ishlatishimiz mumkin. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi.